chak-chekidan bo'silib ketmak. Oy, Shovchin qani? Bilmayman. Yaqindan beri Shovchin ishkinglar birga yuratdinglar-ku. Nemishqa bilmaysan? Yaqinda aramizda azroq uqishmaslik bo'lib qoldi. Munosabatimiz chak-chekidan bo'silib ketdi. Chak-chekidan bo'silib ketdi degan nima gap bu? Chak-chegara bilan munosabatga o'xshamamdi. Ay, nodiki gaplarni qiladi ekansan. Gapimga quloq sol. Shangzhou Shang sulolasining eng oxirgi hukmroni bo'lib, to'liq qobiliyatsiz ham ayshi ishtirakka erishgan odam ekan. Kun bo'yi kayf safa qilib, hokimiyat ishlari bilan kori bo'lmaydi ekan. Nemi degan xushalliq minutlar, güzelim. Alilri, Lisangon ko'rishgili gapdi. Ajabmi zerikdim. Meni uxlab qoldi deb qo'y, tez bo'l. Ammo u muhim ishim bor deydi. Qariganda dushmanlar chegarayimizga besib kirgan o'xshaydi. Men charchadim. Gap bo'lsa, aytkasin. U Lisangon faqat izzatini bilmaydi ekan. Undaq odamni o'ltirvasinlar bo'lmadimi? Güzelim, chegarani qo'g'dashda uningga tayanmasak bo'lmaydi. Yo'q, u odam bak ko'rimsizkan. Oliylari, mening u odamni faqat ko'rgim yo'q. Ma'qul, sizli xush bo'ladigan ish bo'lsa, amsi uni o'ltirib etay. Uning o'rniga boshqa odamni avassakmi bo'ladi, qanday? Oliylari, ma'lum qiladigan muhim ish bor edi. Yapos tezda. Oliylari, Juvo Wangning isyonchi qo'shinlari Ostonaga qistab keldi. Ha? Ular zodi qanchalik odamga? 3 tumanchi chiqamikin? Aran mushunchilik, ha? Bu Juvo Wang degan ablah oljib qoldimi, u nima? Mushu 3 tuman odami bilan zaminimda qilayim qanchalik chiqarib yuribdimi taxi? Oliylari, menimcha yanala ehtiyot qilganimiz tuzuk. Ehtiyot qilishning nima hojati? Mening 10 tuman qo'shinim bor tursa, bo'ldi. Soat 3da mening ziyofatim bor. Qaytib ket. Xalqimiz chak-chekidan yuslib ketadigan bo'ldi. Gapimga quloq solinglar. Uyinglardagilar qanday kun kechiryapti? Ajiba sizlar shu yaramsiz podshoyinglarga jininglarni sepirishni xohlamsizlar? Birodarlar, sizlarcha bu ishni qilsak bo'ladimi? Urush qilmaymiz. Biz hozir ishdan battar kunga qoldik. U bo'lsa, huzur halovatlik turmush kechiryapti. Mana endi to'g'ri bo'ldi. Men taxtga chiqqandan keyin ko'pchilikka obdan qarayman. Sizlarni yaxshi kunga erishtiraman. Alilri chataq bo'ldi. Alilri, Juvonning qo'shinlari o'rniga bostirib kirdi. Voy onimay, xandonligimiz mushundaqli yo'q bo'ladigan bo'ldi. Asta. Shangzhou podshoh o'ldirilgandan keyin Shang hokimiyati nihoyat tezlik parchalanib, tarix betidan mangu yo'qoldi. Ekran oldidagi do'stlar, xalq ro'yin tushunganlar, mangu saltanat suradi degan bu so'z mangu o'zgarmas haqiqat. Tushunib oldinglarmi?